Bugun ko'pchilik erkaklar gapirishga uyaladigan, lekin aslida juda keng tarqalgan bir muammo haqida gaplashamiz. Potensiya muammolari haqida. Ko'pincha bu masala faqat yosh o'tishi bilan bog'liq deb o'ylashadi, lekin so'nggi yillarda shifokorlar bu muammo 30-40 yoshli erkaklar orasida ham tobora ko'proq uchrayotganini aytishmoqda. Ba'zan bu oddiy charchoq yoki stress natijasi bo'lishi mumkin, ammo ayrim hollarda bu organizmda boshqa jarayonlar o'zgarayotganligining ham signali bo'lishi mumkin. Bugun potensiya muammolari nimadan kelib chiqishini, uning fiziologik va psixologik sabablari nimaligi va erkak salomatligini qanday qilib ongli ravishda qo'llab-quvvatlash mumkinligini tushuntirib beramiz. Tibbiyotda potensiya bilan bog'liq muammolar ko'pincha erektil disfunksiya deb ataladi. Erektil disfunksiya bu jinsiy aloqa uchun yetarli darajada ereksiya hosil bo'lmasligi yoki u yetarli vaqt davomida saqlanib turmasligi holatidir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 40 yoshdan oshgan erkaklarning taxminan 40% hayotida kamida bir marta shunday muammo bilan duch keladi. 60 yoshdan keyin esa bu ko'rsatkich 50-60% gacha yetishi mumkin. Lekin shifokorlar ta'kidlashicha, bu muammo faqat yosh bilan bog'liq emas. Ko'pincha bu quyidagi omillar bilan bog'liq bo'ladi: doimiy stress, kam harakat turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, uyqusizlik, ortiqcha vazn. Ya'ni ko'p hollarda muammo faqat jinsiy tizimda emas, balki butun organizm holati bilan bog'liq bo'ladi. Ereksiya bu oddiy jarayon emas, bu juda murakkab biologik mexanizm. Unda bir vaqtning o'zida 3 ta tizim ishlaydi: asab tizimi, qon tomirlari tizimi, gormonal tizim. Masalan, jinsiy qo'zg'alish paytida miya signal yuboradi. Bu signal asab tolalari orqali jinsiy a'zoga yetib boradi. Natijada qon tomirlari kengayadi va shu joyga ko'proq qon oqib keladi. Aynan shu qon to'lishi ereksiyani hosil qiladi. Shuning uchun potensiya muammolarining eng asosiy sabablaridan biri qon aylanishining buzilishi hisoblanadi. Qon aylanishi bu qonning arteriya va venalar orqali organizm bo'ylab harakatlanish jarayonidir. Agar qon tomirlari toraysa yoki elastikligini yo'qotsa, kerakli joyga qon yetib borishi qiyinlashadi. Bu esa ereksiya jarayoniga ham ta'sir qiladi. Yana bir muhim omil — testosteron erkak organizmidagi asosiy jinsiy gormon hisoblanadi. U jinsiy istakni, energiya darajasini va reproduktiv salomatlikni boshqaradi. Agar testosteron darajasi pasaysa, bu libido, ya'ni jinsiy istak kamayishiga olib kelishi mumkin. Potensiya muammolari faqat fiziologik sabablar bilan bog'liq emas, ko'p hollarda psixologik omillar ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, doimiy stress, ishdagi bosim, xavotir, o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi. Stress paytida organizm kortizol degan gormon ishlab chiqaradi. Kortizol bu stress gormoni bo'lib, organizmni xavfli vaziyatlarga tayyorlash uchun ishlab chiqariladi. Ammo agar stress uzoq vaqt davom etsa, kortizol darajasi yuqori bo'lib qoladi. Bu esa testosteron ishlab chiqarishini kamaytirishi mumkin. Natijada erkak salomatligi salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uyqusizlik ham muhim omillardan biridir, chunki testosteron gormonining katta qismi aynan chuqur uyqu paytida ishlab chiqariladi. Agar uyqu sifati past bo'lsa yoki odam doimiy ravishda kam uxlayotgan bo'lsa, bu gormonal muvozanatga ham ta'sir qiladi. Urologiya sohasidagi mutaxassislar bir muhim narsani ta'kidlashadi. Potensiya muammosi ko'pincha organizmning boshqa tizimlarida ham muammo borligini ko'rsatishi mumkin. Masalan, ba'zi hollarda bu yurak qon tomiri tizimi muammolari, metabolizm buzilishi, qandli diabetning boshlanishi kabi kasalliklarning ilk belgisi bo'lishi mumkin. Metabolizm bu organizmda sodir bo'ladigan barcha kimyoviy jarayonlar majmuasidir. Ya'ni organizm energiya ishlab chiqarishi, oziq moddalarni o'zlashtirishi va hujayralarni yangilash jarayoni. Agar metabolizm buzilsa, bu ko'plab tizimlarga, jumladan reproduktiv tizimga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun shifokorlar birinchi navbatda turmush tarzini to'g'rilashni tavsiya qilishadi. Erkak salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun bir nechta oddiy, lekin muhim qoidalar mavjud. Birinchisi jismoniy faollik. Harakat qon aylanishini yaxshilaydi, metabolizmni faollashtiradi va yurak qon tomiri tizimini mustahkamlaydi. Ikkinchisi sifatli uyqu. Uyqu vaqtida organizm tiklanadi va gormonal tizim muvozanatga keladi. Uchinchisi to'g'ri ovqatlanish. Vitaminlar, minerallar va antioksidant boy ovqatlar organizmni qo'llab-quvvatlaydi. Antioksidantlar bu hujayralarni zararli molekulalardan himoya qiluvchi moddalar. To'rtinchisi stressni boshqarish. Stressni kamaytirish gormonal muvozanatni saqlashga yordam beradi. Sharq tabobatida erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun turli tabiiy mahsulotlar ishlatilgan. Shulardan biri palma gulchangi. Palma gulchangi palma daraxtining gullaridan olinadigan tabiiy kukun bo'lib, odatda bahor boshida palma daraxtlaridan yig'ib olinadi. Sunnah produkt mahsulotlarida manbalarga ko'ra palma changi tarkibidagi vitaminlar, minerallar, foydali yog'lar va biologik faol moddalar mavjud bo'lishi mumkin.
Manbalarga ko'ra, palma changi tarkibida vitaminlar, minerallar, foydali yog'lar va biologik faol moddalar mavjud bo'lishi mumkin. Shu sababli u qadimda organizmni quvvatlantirish va reproduktiv tizim faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilgan tabiiy mahsulotlardan biri hisoblanadi. Reproduktiv tizim bu inson organizmidagi nasl qoldirish bilan bog'liq biologik tizim bo'lib, erkaklarda sperma ishlab chiqarilishi va jinsiy gormonlar faoliyati bilan bog'liq. Albatta, tabiiy mahsulotlar eng yaxshi natijani sog'lom turmush tarzi bilan birga qo'llaganda beradi. Ko'plab erkaklar turmush tarzini o'zgartirgandan keyin ijobiy o'zgarishlarni sezganini aytishadi. Masalan, sport bilan shug'ullanish, uyquni yaxshilash, stressni kamaytirish, sog'lom ovqatlanish. Ba'zan aynan shu oddiy o'zgarishlar organizm faoliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Xulosa qilib aytganda, potensiya muammolari ko'pincha faqat bir sabab bilan bog'liq bo'lmaydi. Bu ko'pincha organizmning umumiy holati, turmush tarzi, stress darajasi va gormonal muvozanati bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bu muammolarni yashirish yoki e'tiborsiz qoldirish o'rniga uning sabablarini tushunish muhim. Sog'lom turmush tarzi, stressni kamaytirish va organizmni tabiiy qo'llab-quvvatlash erkak salomatligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Salomatlik bu bir kunlik natija emas, bu har kuni qilinadigan to'g'ri tanlovlarning natijasidir.